Qiyomat alomatlari 5-qism. Ka'baga soyasi tushgan soat minorasi. Ba'zan esdan chiqarib qo'yamiz, lekin hadislarga ko'ra dinimizning 4dan 1 qismi qiyomatning alomatlaridan iborat. Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan islom, iymon va ihson haqida so'ragan. Keyin esa qiyomat alomatlarini so'ragan. Shundan anglashiladiki, islomning 4ta asosiy o'lchovi bor va qiyomat alomatlari ham shular qatoriga kiradi. Bugun musulmon dunyosining ko'plab hududlarida hayot og'ir bo'lib qoldi. Agar inson dunyoning murakkabliklari va fitnalari haqida xabardor bo'lmasa, bu uning iymoniga ham ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizni bu fitnalar haqida ogohlantirganlar. Biz nima uchun yaratildik? Biz turizm rejalar, pensiya jamg'armalari, Netflix seriallari yoki katta ekranli televizorlarda film ko'rib, hayotimizni behuda o'tkazish uchun yaratilgan emasmiz. Hattoki kompyuterda soliter o'ynash uchun ham emas. Biz Allohni tanish, unga yaqin bo'lish, bilim olish va hayotimizning haqiqiy ma'nosini tushunish uchun yaratilganmiz. Har bir insonning bunga yetishish qobiliyati har xil, lekin har birimiz hayotimizni chuqur tahlil qilishimiz kerak. Axloqning buzilishi va jamiyatning qulashi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxir zamon kelganda odamlar hayvonlar singari ochiq-oydin fohishalik qilishlarini bashorat qilgan edilar. Men o'z oilam bilan Arabiston yarim orolida jamoat plyajida yurgan edim va odamlarning ochiq joyda hammaga ko'rinadigan tarzda zinokorlik qilayotganini ko'rdim. Bu shunchaki uydirma emas, bu bugungi dunyoda sodir bo'layotgan haqiqat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana shunday deganlar: oxir zamonda odobdan yiroq kishilar bozorlarda sonlari ochiq holda yurishadi. Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab moda va turmush tarzi shunday holatga kelib qoldi. Makkadagi tog'lar yo'qolishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: qiyomat yaqinlashganda tog'lar o'z joylaridan siljiydi yoki butunlay yo'qoladi. Men Makkaga borganda bunga guvoh bo'ldim. Makkada qadimiy tog'lar olib tashlangan. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom kelib, tog'larni butkul yo'q qilishni xohlaysizmi deb so'raganlar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshligida yurib o'tgan yoki chiquvchi tog'lar ham yo'q bo'lib ketgan. Ulardan biri Abu Qubays, ikkinchisi esa Qayqiyan edi. Qayqiyan olib tashlangan. U yo'q bo'ldi. Endi u yerda emas. Bir paytlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning soyasida yurgan tog'. Bu tog' payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bolaligida ko'tarilgan tog' edi. Bu tog' endi yo'q qilindi. Bular odamlar tafakkur qilish uchun belgilardir va bu narsalar odamlarni uyg'otishi kerak. Chunki bu din odamlarni uyg'onishga chaqiradi. Makkada osmon o'par binolar qurilishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana shunday deganlar: Makkada binolar tog'larning tepasiga yetguncha quriladi. Bugungi kunda bu bashorat amalga oshmoqda. Makkaga ilk bor borganimda tog'larning tepasiga yaqinlashgan hech qanday bino yo'q edi. Lekin bugun esa shahar tog'lar bilan tenglashib bormoqda. Hatto Qur'on va hadisdagi tog'larni teshgan tuynuklar degan alomatlarni ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda Makkadagi mashhur soat minorasi tog'larning tepasidan baland bo'lib turibdi. Soat minorasining soyasi Ka'baga tushishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: agar Ka'ba tog'lar orasida soyaga tushsa, qiyomat yaqinlashgan bo'ladi. Endi esa biz Makkada nima ko'ryapmiz? Soat minorasi Ka'baga soyasini tashlamoqda. Imom As-Suyuti aytadi: bu qiyomat soati yaqinlashib kelayotganini anglatadi. Agar bu hadisni so'zma-so'z qabul qilsak va hadis ilmida, usul ilmida payg'ambar biror narsani aytsa, uni har doim so'zma-so'z tushunish kerak. Faqat tashbihiy ma'no berishga sabab bo'lsa, bundan mustasno. Endi biz Ka'baning ustiga soya solayotgan soat minorasini ko'rib turibmiz. Ka'baning ustiga tushayotgan soya. Saudiya hukumati bu minorani qanday ataydi?
soat. Agar ushbu hadisi sharifni so'zma-so'z olsak, bugun bu alomat ro'yobga chiqmoqda. Makkada savdo markazlari va g'arbiy kapitalizm. O'sha soat minorasi ham, mehmonxonalar ham shu yerda. Lekin sahobalarning uylari endi yo'q. Nega? Chunki biz haram yaqinida bo'lishni xohladik. Haramgacha qancha masofa bor? Doimo haramning ostonasida bo'lish kerakmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Allohga eng sevimli joylar masjidlar, eng yoqimsiz joylar esa bozorlardir. Islomdagi eng muqaddas masjid Makkaning Masjidul Haromi. Siz eng muqaddas joydan chiqasiz va darhol eng yomon turdagi zamonaviy kapitalizm ichiga tushasiz. Aswat, Versace va boshqa dunyoviy tijorat belgilari sizni o'rab oladi. Siz u emblemalarning qanday ekanini bilasiz. McDonald's, KFC, Versace, Gucci va boshqa g'arbiy brendlarning savdo markazlariga kirib borasiz. Ka'baning atrofida isrofgarchilik, hashamat va nafsni avj oldiradigan manzaralar paydo bo'ldi. Nega bunday bo'lyapti? Sababi biz shunday bo'lishini xohlaymiz. Agar bu narsalarga talab bo'lmasa edi, bunday savdo markazlari qurilmagan bo'lar edi. Muqaddas joylarda ham bu narsalar hukmron bo'lib bormoqda. Bizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlang, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qismlarni o'tkazib yubormang. Inshaalloh.